Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun xizmat o'rnimga yaqin bir bog'chininki go'zal manzaralarini huzurlangach, ko'ngli yerim bo'lganda yoki qayg'urganda qanday qilish kerak degan temada ro'yi sog'lomlik nuqtasidan chiqish qilib, o'zimning bilganlarini do'stlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Ben oldu bilen köngel yerim buluş yoki qayg'urishning sabablari ondan uzun muddat köngel yerim bo'lgan vaqtida qayg'urganda kelib chiqadigan oqibatlar oxirida köngel yerim bo'lgan yoki qayg'urganda qanday qilib uningdan g'olib kelgili bo'lganligi to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Biz hammamiz normal insan buluş süpütümüz bilen hayatımızda yüz bergen her xil köngəlsiz işler ve faciələr tüpeyliden qaygı his qilishimiz, könglimіз yerim buluşu mümkün. O bizning təsəlli ve yardımga ihtiyaclıq ekanligimizni bildirdigan bo'lib, o bizning yüzlengen qiyin ahvallarni bartaraf qilishimizga ve başqalar bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishimizga yordam berdi. Gerçi his tuyg'usi bor har qanday bir normal insonning ko'ngli yerim bo'ladigan, qayg'uradigan, tushkilishadigan vaqti bo'lsa-mu, ammo o'xshamagan insonlarning o'xshash voqealarga bo'lgan qayg'urish yoki ko'ngli yerim bo'lish darajasi farqli bo'ladi. Bazı insanlar chidamliq bo'lib, uningki ko'ngli yerim bo'lishi va qayg'urishi qisqa vaqt davom qilib yaxshilansa, yana ba'zi insonlar oson tuyg'unadigan bo'ladi va uning qayg'usi uzun muddat davom qiladigan bo'ladi. Ba'zi insonlar tuyg'usini ichiga yo'shiradigan bo'lsa, yana ba'zi insonlar tuyg'usini tashqariga ifodalaydigan bo'ldi. O'xshamagan insonlarning ko'ngli yerim bo'lish yoki qayg'urishga sabab bo'lgan omillar farqli bo'lsa-mu, ammo u sabablarni tuvandagidek bir nechta tarafga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi oilada urug' tuqqanlar va yaqin do'stlar orasidagi o'limlik yoki urug' tuqqanlar, yaqin do'st, birodar va yurtdan ayrilib qilish. Bu ko'pincha insonlarda uzun muddat davom qilgan ko'ngli yerim bo'lishni keltirib chiqaradigan muhim bir omil hisoblanadi. Ikkinchisi hayotda yuz bergan mag'lubiyatlar va yoki umid qilgan narsalarga erishamaslik. O'qish ve xizmatda natija qozonmaslik, tijoratda pul topolmaslik yoki raqobatchisiga yengilib qilish. Bu ko'pincha insonlarga nisbatan ko'ngli yerim bo'lishini keltirib chiqaradigan muhim omillarning birisi. Uchinchisi hayotda umid qilgan hamma narsalarga osonlik erishish va hayotda qo'g'lishadigan ahamiyatli narsa topolmaslik. Yani insanlarınki qanoat tuyg'usi farqli bo'lganligi uchun ba'zi insonlar erishamagan vaqtida, yani umid qilgan narsaga erishamagan vaqtida ko'ngli yerim bo'lsa, ba'zi insonlar osonla erishib, uningdan keyin qiladigan bir ahamiyatli ish topolmay ko'ngli yerim bo'ladigan ishlar bo'ladi. To'rtinchisi yo'qsizlik va iqtisodiy qiyinchilik. Turmush, xizmat yoki o'rganishdagi besimlar. Beshinchisi ijtimoiy aloqa va kishilik munosabatdagi o'ngishsizliklar va ko'ngilsizliklar. Oltinchisi har xil jismoniy kasalliklar. Qatnash voqeasiga uchrab zaxm bo'lish yoki har xil ost xarakterlik kasalliklarga giribtor bo'lib, uzun muddat
o kasaldan saqlanmaslikmi insonlarning ko'ngli yerim bo'lish, qayg'urishni keltirib chiqargan muhim omillarning biri hisoblanadi. Yettinchisi qalqonsimon bezning iqtidori to'van bo'lish. Ya'ni bu albatta jismoniy kasallikning bir qismi bo'lsa-mu, ammo bu yerda alohida tilga ilishni to'g'ri ko'rdim. Ya'ni qalqonsimon bezning iqtidori to'van bo'lgan vaqtida insonlar davomli ko'ngli yerim bo'ladigan yoki ranjiydigan ahvollar yuz berdi. 8-si badandagi hormonlarningki qalayimqon bo'lishi va hormon tangpungligining buzilishi. Albatta buni cho'ng jihatdan aytgan vaqtida jismoniy kasalliklar qatoriga ketish mumkin, lekin bu alohida ahvol bo'lganligi uchun men bu yerda ayrim bir nuqtada tilga elib o'tishni to'g'ri ko'rdim. 9-si xarakter binormalligi, ya'ni davomli pushaymon qilish, o'zini ayblash va o'zini tanqid qilish. Bu psixikalik kasal doirasiga bog'liq unda ig'ir ahvol bo'lmasa-mu, ammo insonlarningki tug'ma yoki keyin turgan ba'zi xarakterdagi binormalliklar tufaylidan ba'zi insonlar davomli ko'ngli yerim bo'lishi, tushkunlashishi yoki qayg'urishi mumkin. 10-si tushkunlashish kasali, xomushlik kasali qatorliq ro'y kasalliklar, ya'ni insonlar tushkunlashish kasali, xomushlik kasali qatorliq ba'zi ro'y kasalliklar giribtor bo'lgan vaqtida shu kasalliklarningki bir alomati sifatida ular davomli ko'ngil yerim bo'ladigan, qayg'uradigan yoki umidsiz qarashlarni o'tirib qo'yadigan bo'ladi. 11-si pasli xarakterlik his tuyg'u qalayimqonlishi. Ya'ni ba'zi insonlar ma'lum faslda yoki havoning o'zgarishiga ergishib ko'ngli yerim bo'ladigan, qayg'uradigan ahvollar yuz berishi mumkin. Bu insonlarning qayg'urish yoki ko'ngli yerim bo'lishda boshqa alohida sabablar yo'q, balkim shu faslning o'zgarishi yoki havo klimatining o'zgarishi bilan zich munosabatlik. 12-si ba'zi dorilarning aks ta'siri. Bo'lib mübək bəzi rak kasalligiga o'xshash oz xarakterlik kasalliklarni uzun muddat davolash uchun ba'zi dorilarni iste'mol qilgan vaqtimizda u dorilarningki aks ta'sir sifatida insonlarningki energiyasini to'valtiradigan, ro'y kayfiyatini tushiradigan ahvollar bo'lishi mumkin. Shunlashqa bunimi men bu yerda alohida ta'kidlab o'tdim. Albatta bu yerda ko'rsatilgan bu 12 nuqtadan boshqa yana konkret insonlarda o'xshamagan sabablar bo'lishi mumkin. Biz inson bo'lgandan keyin, tuyg'umiz bo'lgandan keyin bizga ta'sir qilgan nurg'un omillar bizning ko'nglimizni yerim qilishi yoki qayg'urishga sabab bo'lishi mumkin. Ko'ngil yerim bo'lish yoki qayg'urish uzun muddat davom qilgan vaqtida ro'yi va jismoniy sog'lomlikqa salbiy ta'sir ko'rsatib, ko'plagan yomon oqibatlarni keltirib chiqardi. U yana ijtimoiy munosabat va kundalik turmushga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ba'zi og'ir ahvollarda hatto o'zini o'ldirib olish xavfini oshirishi mumkin. Uzun muddat ko'ngil yerim bo'lgan vaqtida yoki qayg'urgan vaqtida qandoq oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida uni konkretlashtirib tövendagi taraflarga yig'inchoqlab chiqdim. Oldi bilan uzun muddatli ko'ngil yerim bo'lish, qayg'urish yurak kasalini keltirib chiqarib, yurak kasalining saqayishini qiyinlashtirdi. Ikkinchisi uzun muddatli ko'ngil yerim bo'lish, qayg'urish bilan munosabatlik ro'y besim badanning immunit sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, badanning immunit kuchini ojizlashtirishi, badanning kasal qarshi turish qobiliyatini to'ltitishi mumkin. Uchinchisi uzun muddatli ko'ngil yerim bo'lgan, qayg'urgan kishilar har xil dorilarni qo'llanish yoki aroq ichish orqali o'zini rahatlantirishga urinishi mumkin. Bu yolg'iz ularga xumor bo'lib qilishni keltirib
chiqiribla qolmasdan, balki ko'plagan boshqa sog'lomlik masalalarini keltirib chiqarishi mumkin. To'rtinchisi, uzun muddatlik ko'ngil yerim bo'lish va qayg'urish uyqu qalayimqonchilikni keltirib chiqardi. Ya'ni ba'zi kishilarda uyqusizlikni keltirib chiqarsa, yana ba'zi kishilarda ko'p uxlashni keltirib chiqardi. Beshinchisi, uzun muddatlik ko'ngil yerim bo'lish va qayg'urish ishtah qalayimqonchilikni keltirib chiqarib, ba'zi kishilarning ishtahasining tutilishini, ya'ni tomoq yegiz kelmaslikni, o'riqlashni keltirib chiqarsa, yana ba'zi kishilarning ko'p tomoq yeyishiga sabab bo'lib, ularning samirib ketishini keltirib chiqardi. Oltinchisi, uzun muddatlik ko'ngil yerim bo'lish va qayg'urish boshqalar bilan bo'lgan ijtimoiy munosabatga salbiy ta'sir ko'rsatib, chetga qiqilish va yolg'izlikni keltirib chiqarishi mumkin. Yettinchisi, uzun muddatlik ko'ngil yerim bo'lish va qayg'urish insonlarning diqqatni markazlashtirish, esda saqlash va qaror chiqarish iqtidorini ojizlashtirishi mumkin. Sakkizinchisi, uzun muddat ko'ngil yerim bo'lgan va qayg'urgan kishilar ilgari yoqtirgan faoliyatlarga bo'lgan qiziqishni yo'qotib, energiya yetishmaslikni his qilishi mumkin. U kishilarning kundalik turmush, o'rganish va xizmati qiyinlashtirishi mumkin. To'qqizinchisi, ko'ngil yerim bo'lgan va qayg'urishdan vaqtida g'olib kelolmay, uzun muddat davom qilgan vaqtida ig'ir darajada tushkunlikni keltirib chiqarishi, oxirida o'zini o'ldirib olish o'yini keltirib chiqarishi mumkin. Mana bular uzun muddat davom qilgan ko'ngil yerim bo'lish va qayg'urishninki keltirib chiqaradigan yomon oqibatlari. Undaqda qanday qilib ko'ngil yerim bo'lish va yoki qayg'urishdan g'olib kelgili yoki ko'tarinki ruh holatini asli keltirgili bo'ldi degan vaqtimizda, birinchisi, ko'ngil yerim bo'lgandagi his tuyg'uni yoshirmay, uning bilan yuzlashish va uni e'tirof qilish kerak. Ko'ngil yerim bo'lish, rohatsizlanish, azoblanish, qayg'urish qatorliq his tuyg'ularning normal insonda bo'ladigan his tuyg'ular ekanligini tonib yetish, ularni inkor qilmaslik va yoki ularni zo'rla ichiga yutmaslik kerak. Ikkinchisi, cho'nqur nafas olish. Cho'nqur nafaslanish odamning jiddiylashini tövəlitib, temkin va sog'lom tafakkur qilishga yordam berdi. Uchinchisi, tantarbiya faoliyatlari bilan shug'ullanish va badan chiniqtirishga aktiv qatnashish. Jismoniy harakat besimni tövəlitib, kayfiyatni yaxshilaydigan bo'lib, har xil tantarbiya faoliyatlari bilan shug'ullanishni izchil davom qilish insonlarning ruhini ko'tarishga alohida foydali. To'rtinchisi, zehni sinashni mashq qilish. Zehnini ishqa silish, o'ylanish, tafakkur qilish odamning xotirjam va iniq ruhi holatini amalga oshirishga yordam berdi. Beshinchisi, dunyoga bo'lgan qarashda qayta qarab chiqish va uni yengilash. Navbatdagi vaziyat va ijtimoiy munosabatga texmo aktivlik bilan qarab chiqish va uning qarta tangshash elib berish. Oltinchisi, mas'uliyatni ustiga olish. Shu ahvolga tushib qilishning tajriba saboqlarini yakunlab, uning sababini boshqalardan izlashning o'rniga o'zidan ketib qolgan taraflarga qarab chiqish orqali qanday qilgan vaqtida u xil ahvollardan saqlanғалы bo'ladiganligi to'g'risida o'ylanib ko'rish. Yettinchisi, ijtimoiy faoliyatlarni sinab yiqish. Yiziqchilik, rasm chizish, usul o'ynash, muzika va naqsha ijod qilish qatorliq ijodiy faoliyatlar insonlarning jiddiyligini pasaytishga, ko'ngilsiz ishlarni unutishga yordam berdi. 8-si, ko'ngil yerim bo'lgan, ya'ni ko'ngil yerim bo'lishga sabab bo'lgan
muhit yoki ishlardan yiroqlash, sayohat qilish, tabiiy manzillarni oylanish va ko'ngil ichish faoliyatlariga aktiv qatnashish. To'qqizinchisi, urug' tuqqan va yaqin do'stlarni ziyorat qilib, ular bilan sirdashish, ichini to'kash, ichini bo'sh tutish. 10-si yetarlik uxlash, orom olish. Yetarlik uxlash insonlarning energiyasining asli kelishiga alohida foydali bo'lib, biz yetarlik uxlash, orom olish orqali ba'zi ko'ngilsiz ishlarni unutib ketishimiz va ruhiy kayfiyatimizni asli keltira olishimiz mumkin. Mana bular shu meningki ko'ngil yerim bo'lgan, qayg'urgan qarindoshlarga qilgan tavsiyalarim. Bu usullarning qaysi birisi o'zingizlarga mos kelsa, shuni sinab baqsanglar bo'ladi. Bugungi bu ko'ngil yerim bo'lish va qayg'urish to'g'risidagi o'ylaganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashishni shu yerda to'xtatmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'p rahmat. Alloh hammamizningki tinini salomat, ishlarini o'ngishli qilsin. Allohga ma'nat, xayr xo'sh.